Hamma ham tushuna olmaydi bu qo'shiqni. Buni endi onasi o'tganlar tushunadi desak ham, onasi bordan ham eshitib dars oladigan qo'shiqlar. Allalari yakka yagona deb bekarga aytmagan. Dunyoni bir tomonga surib qo'ysiz, allaga yetadigan ohang yo'q. Hamma ohanglarda allaga tengsiz tarozi mashinada turar ekan. Alla bosib ketadi. Shuning uchun bu qo'shiq binoga kelishi shunday bo'lganki, yurakdan aytilgan bu gap. Studiyada ko'zim yumib olib aytgan. Ko'zimni bir ochsam, studiya chiqarsa cholyapti o'rnidan turib. Ma'lum demak, yurakdan aytilgan qo'shiq yurakka borar ekanda. O'sha qo'shiqni jonli aytib beraman. Nodirbek har kun mashinasida eshitib yuradi. Qizlari ham teppa-teng aytadi. Yosh bolaga nimani qo'yib bersiz shuni aytadi. Vachachani qo'yib bersiz vachachani aytadi. Mana qo'shiqni eshit bolalarim. Bu ibratli qo'shiq. Bu machachalarga qiziqma. Bu yo'q narsa bu, hayot. Hayotiy qo'shiqni eshittiring. Asha ertaga ulg'ayganda odam bo'ladi. Biz nechtasini odam qildik, nechtasini odam qila olmadik. Kuchimiz yetmayapti. O'shaning uchun ba'zida mashq qo'shiqni aytib olsam, ichimdan nimadir chiqib ketadi. Uzoqlarda yurdim tentirab, yo'q kelmas omadim quvib. So'ngra qoldi ko'zim mo'ltirab, barcha menga birday begona. Qo'shiqdan ham, kuydan ham mayin. Sog'inarman kun o'tgan sayin. Izlab oxiri topmayin. Yoshligimni sog'indim onam. Allalari yakka yagona. Beshligimni sog'indim onam. Allalari yakka yagona. Beshligimni sog'indim ona. Kameraga olib qo'ying. Bema'nasilarga so'rash yaxshi. Onam, allalari yakka yagona. Na na na